40 yoshdan oshgan bo'lsangiz, agar siz 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz, sizda mana bu kasalliklar kuzatilayotgan bo'lsa, unda diqqat bilan eshiting. Birinchisi, oyoq uyushib qolgan bo'lsa, sovqotishlar, oyoqdagi muzlash boshlansa, tomir tortishib qolishliklari, prostatit, buyrak kasalliklari, bachadon kasalliklari, qorin dam bo'lishi, jigarning yog' bosishi, xolestistit, ya'ni o'tinda tosh bor deb muammo qilayotgan bo'lsangiz, davleniya ko'tarilayotgan bo'lsa, zarda bo'lishlik, og'izning hidlanishi yoki yurak kasalliklari, bundan tashqari papillomalar yoki suyak bo'g'in kasalliklari sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, demak yoshingiz 40 dan oshgan va siz endi quyidagilarga amal qilsangiz hech qanday klinikalarga bormasdan 100% lik natija bilan davo topishingiz mumkin. Demak, bular ochlik, hammom, klizma, hijama, massaj, giyohlar hamda o'zingiz bilganingizdek piyoda yurishlik yoki sog'lom mehnat bilan, jismoniy mehnat bilan shug'ullanishliklar kiradi. Giyohlardan olib iste'mol qiling, to'g'ri ovqatlaning, sog'lom turmush tarziga amal qiling. Bo'ldi, hammasi yechiladi. Mana shu kasalliklarning hammasidan bir martada qutulib ketishingiz mumkin. Salomat bo'ling.